Assalomu alaykum hammaga, barchalarga, butunlarga. Mana bugun havo yomg'irli kunimiz, seshanba kunimiz. Quyonlarimizdan xabar olamiz. Mana quyonlarim, mana chala ona quyonlarim nasib bo'lsa, xudo xolasa shu oy barisi bolalaydi. Bunisicha erkak quyonchalarim bu. Oho! Medvedjon, hamma joyda daddalasini chiqaribsan-ku, ha? Buni qishda urardim, buni ustidan shamol bo'lmasin deb. Qishda urardim bularni. Hammasini rasoq qilib, bir sira bo'lib qilamiz bu yerda. Endi hozir quyonlarimizga o't tergani ketamiz. Ha, aytgandek, aziz tomoshabinlar, YouTube ahli, videom yuklayapman, shorts videolardan yuklab boryapman hozircha. Videoimga prosmotrlar 10 mingtagacha bo'lyapti. Goh prosmotrlar goh videolarimga 10 mingta, gohiga 2 mingta, 1000 ta prosmotrlar bo'lyapti. Shulardan iltimos qilamiz, videoga like bosib, kommentariy qoldirib, patskani bosib qo'yib bo'lsangizlar, sizlardan xursand qolardik. Nasib bo'lsa, xudo xolasa, kanalimiz rivojlanishiga o'z hissalaringizni qo'ysangiz, xudo xolasa mana bunaqa quyonchalarimizdan ko'plarini chiqarib boramiz inshaalloh nasib bo'lsa. Masalan, yangi quyonchilikdan, yangi emasman, oldindan boqaman, chunki hozir quyonchilik nimasi rivojlanib borgani uchun endi boshladim nasib bo'lsa ko'paytirishga, xudo xolasa kiramagacha nasib bo'lsa 1000 ta tagigacha borish niyatim bor quyonlarimdan. Hali yana olib kelaman, ayo quyonlardan nasib bo'lsa xudo xolasa hiko, menga manodan o'zi ko'payib ketadi. Plander deb sotganida bilmasam, lekin yaxshigina normalligini katta quyoncha. Plander deb sotganda menimcha plander bo'lsa kerak, menimcha chatishmalari bo'lsa kerak shu. Lekin katta normal quyoncha 7 kilochalik chiqadi shu holida. Mana uzunlik hikolari mana ke 4 kilo, 4 kilo shunday atroflarda chiqadi. Hiko quyonchalar. Mana endi bularga ovqat bergani ketamiz. Ungacha videoga like bosib, obuna bo'lmaganlar obunani bosib qo'yamiz. Kommentariyga fikringizni yozib qo'ysangiz, keyin qolganini ketamiz. Ke, ma. Apa ke? Siapa kelak mana? Oi, utin ni, ut. Oi. Oh, siapa bak siapa? Siapa utin ni, utin berasa. Mana saya utin berasa. Oh, kishal pangkular şehirde mana. Hiç kurun 20 qiladi, montaj qo'ygandik. Nonlari qolib ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Oi, siapa kelak? Oi sana. Melander deganda mana shu quyonni mana. Melander bo'lsa o'shqasa melanderga kommentga yozib ketaverasizlar. Talakchamba. Mana bular hikolari bu. Bu narsa bo'lsa ikkinchi tug'ishi. Melanderda yaqinda olib kelganib, erkagi bilan erkagi ariqlab, ovqat yeyapti, ariqlab ketib qoldi. Men nima qilishni bilmadim. O'lib qoldi xudo. Narsa bo'lsa mana bunisi mana hikomni bolachasi. Anocha singilchasi, apachasi shunday. Bu qochgan bu ham nasib bo'lsa hamini bu bilan olib kelgan filani erkagi bilan bu ikkalasi qochgan. Nasib bo'lsa tuqsa balasini ko'ramiz xudo xolasa. Nasib bo'lsa xudo xolasa shag'ini yuvasin keyin bag'irgamiz. Kam beraylik bosh tashamaslik uchun. Mana quyonlarimizni ham o't terib, nasib qildik. Like bosib, kommentga yozib, fikringizni obuna qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Xursand bo'lardik. Bizlar ham kanalimiz rivojlanib, boshqalar deb chiroyli, savobli nimalar ishlarni qilaylik deymiz, jigarlar. Birlashib. Bizga faqat obunachilarimiz uchun qilinadi. Savobli, yaxshi ishlar, yaxshiliklar. Qani birga boshladik. Vaqti kelsa
nima deydi? Xizmatini nimada? Xizmatini qilib, rohatini ko'radi vaqtida, vaqt kelsa deydi. Shunaqa qilasiz. Qani bosdik. Voy. Qo'chqoyim mana, oppoqoyim, shaypon qiyog'im mana. Voy, boring, ovqatingizni cho'qing. Bormish quvozlar. Qani ketdik.